Litva davlatiga ID kartamiz chiqdi. Bemalol ko'zdan kechirsanglar bo'ladi. Bu 2 yillik ID karta bemalol bu ID karta bilan Yevropa hududida yurish imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Agar kimgaki ID kartalik kerak bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bizda ko'pchilik topshiradi-da. Masalan, Yevropa, Amerika yoki o'sha Litva ID kartasi topshirgan mijozlarimiz bor. Ba'zi mijozlarimiz kutmasdan turib, ya'ni hujjatlarini orqaga tortib olgan holatlari ham bo'ldi-da. Endi bizda faqat viza sohasi bilan shug'ullanamiz va shu sohada shug'ullanganimiz uchun har bitta mijozimizning rozi bo'lib ketishini va ishini chiroyli qilib professional darajada to'g'rilab berishi bizning ham xohishimiz hisoblanadi. Shu sababdan mana ochiqchasiga yetib o'tsangiz, qachon keldingiz, qachon topshirdingiz va qancha kutdingiz, shu haqida obunachilarimizga yetib o'tsangiz juda ham yaxshi bo'ladi. 3-mart kuni topshirdik, 2024-yil. Rosa 1 yilda ID karta qo'limga tegdi. Orada har xil sabablarga ko'ra 1 yilga cho'zildi. Lekin baribir sabr qilib kutishdi, natijasi mana chiqdi. Allohga shukr. Hammaga tavsiya qilaman. Grant Visa zo'r. Bularning ishini otib bergan xodimimizni amalga oshirdilar. Grant Visani boshqa mijozlarga tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Tavsiya qilardim. Grant Visa individual, hamma bilan individual yondashib ishlashar ekan. Zo'r bolalar ekan. Gap yo'q. Keyingi efirlarimizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xohlasa, yangidan yangi yangiliklar bilan sizlarni xushnud etamiz. Salomat bo'lasizlar.